بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا يا ربي إنك أنت من تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إني أسألك زيادة في العلم والدين وسهولة في الفهم والحفظ اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين. Hop. Demek biz İmom Navaviyni 40 hadis kitoblarini Abdulmuhsin rahimahullohni sharhlari bilan o'zi bu aslida 50 ta hadisga jamlangan 40 hadisni sharhi va ikkinchi hadisni bugun inshaalloh tugatib qo'yamiz. Ozgina darsimiz cho'zilsa ham, ikki bo'lib bo'lsa ham. Demak, biz o'tgan safar qolgan joyimiz payg'ambar rasullarga iymon val imanu bir rusul degan joyda qolgan ekanmiz. Ala barakatillah boshladik. Demak, val imanu bir rusul payg'ambarlarga rasullarga iymon keltirish. Ha. Va tasdiqu val iqraru bi anna Alloh astofa min al-bashari rusulan va anbiya'an yahduna an-nasa ila al-haqqi va yukhrijunahum min az-zulumati ila an-nur. Demak, u payg'ambarlarga iymon keltirish u qanaqa bo'lar ekan? U tasdiqlash va iqror bo'lar ekan. Alloh taolo shu bashariyatdan, odamlarni ichidan rusul bilan anbiyo farqlanadi. Buni hozir farqini ham ko'ramiz, qaysinda bo'ladi, nimada bular farqlanadi. Demak, bashariyatni orasidan o'ziga o'sha rasullar va anbiyolarni tanlab oladi. Ularni sifatlari qanaqangi? Ular odamlarni haqqa hidoyat qiladigan va insonlarni zulmatdan nurga chiqaradigan anbiyo va rasullarni Alloh taolo tanlab oladi. Alloh azza va jal Allohu yastafi minal malaikati rusulan minan nas. Oyatlarni tarjimasini inshaalloh tashab qo'yamiz. Tarjimasini oyatni o'zini o'qib ketaveramiz. Val jinnu laysa fihim rusul. Endi jinlarda ularda rasullar yo'q, ularda nuzurlar bor. Bal fihim an-nuzuru. Ularda ogohlantiruvchilar deydi buni. Ulardan jinlardan demak payg'ambarlar chiqmaydi. Alloh taolo u payg'ambar va anbiyolarni odamzoddan, shu bashariyatdan tanlab olar ekan. Demak, kama qolallohu azza va jal. Wa is-sarafna ilayka nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. Demek mana shu oyatlar bilan Alloh taolo shu gaplaridan shohid. Demakki, payg'ambarlar va rasullar odamlardan chiqadi va jinlardan nozir qiluvchi, ya'ni ogohlantiruvchi chiqadi. Oyatlarni sharhi bilan tashab qo'yamiz inshaalloh. Demak, falam yaskuru rusulan minhum va la kutuban unzilat alayhim. Demak,
oyatlardan ko'rinib turibdiki, ulardan payg'ambarlar zikr qilinmadi. Faman yazkuru deyildi. Hop, va kitoblar ham ulardan zikr qilinmadi. Ularga, ya'ni nozil qilingan kitoblar. Va innama zakarul kitabaynil munazzalayni ala Musa va Muhammad alayhimas salatu vassalam. Lekin zikr qilindi nima? Ikkita kitob nozil qilingan. Ikkita kitob kimga? Muhammad sallallohu alayhi vasallam va Musa alayhissalomlarga nozil qilingan ikkita kitobni zikr qilindi. Va lam ya'ti zikrul injil ma'a annahu munazzalun min ba'di Musa. Endi oyatda Injil zikr qilinmadi. Uni zikri kelmadi. Va lam ya'ti. Bu shu bilan birgaki, u Musadan keyin nozil qilingan bo'lishligi bilan birga hop Injilni zikri kelmadi. Lam ya'ti zikrul injil. hop وذلك أن كثيرا من الأحكام التي في الإنجيل قد جاءت في التوراة. endi bu zikr qilinmagani nimaga sababi aytyaptilar va bu vazalika hop bu Injildagi ahkomlarini ko'pi darhaqiqat Tavrotda kelgan. Injildagi ko'p xabarlar Tavrotda kelgan. Hop. Ibn Kasir aytgan ekanlarki, qola Ibn Kasir fi tafsiri hazihil aya, bu oyatlarni tafsirida aytgan ekanki, shu Injil zikr qilinmaganiga ولم يذكروا عيسى لأن عيسى عليه السلام أنزل عليه الإنجيل فيه مواعظ وترقيقات وقليل من التحليل والتحريم. hop, endi Isa alayhissalom zikr qilinmaganiga, hop, chunki Isa alayhissalomga Injil nozil qilingan va undagi o'sha Injilda va'zlar bo'lgan va targ'ibotlar bo'lgan va halol va haromdan ozgina zikr qilingan. Va huwa fil haqiqati kal mutammim li shariati Tavrot. Endi u Injil haqiqatda Injil Tavrotni shariati uchun to'ldiruvchi bo'lgandek, xuddi kal mutammim deyildi. Xuddiki u to'ldiruvchi. Li shariati Tavrotni shariati uchun, ya'ni Tavrot kitobni shu to'ldiruvchisi bo'lgan. Ozgina unda shu harom halol haqida ahkomlar kelgan va va'zlar, ya'ni o'sha va'z va nasihatlar, targ'ibotlar, ya'ni o'sha hidoyatga targ'ibotlar kelgan. Xo'p. فالعمدة هو التوراة فلهذا قالوا أنزل من بعد موسى. Demek asosi u Tavrot ekan. Injilning asosi Tavrot ekan. Hop, shuning uchun aytganlar ekan unzila min ba'di Musa deb, demak oyatda yana keltirildi. Demak, bitta o'sha bizni bilishimiz kerak bo'lgani Qur'on va Qur'onda Injil va Isa haqida zikr kelmagan. Zikr shu Muhammad sallallohu alayhi vasallam va Musa alayhissalomni zikri ko'pga o'tgan safargi darsda oxirida ham aytilindi-ku. Zikri ko'p kelgan va Injil zikr kelmagan ekan. Injilda zikr kelmaganiga sabab u xuddiki o'sha Tavrotni to'ldiruvchisi bo'lgan. Uni tugatuvchisi, ya'ni to'ldiruvchisi, unda unaqangi ko'p hukm kelmagan ekan. Uni baribir asosi u Tavrot ekan. Va rusul humul mukallafuna bi iblag'i shara'i'a unzilat alayhim. Hop, endi rusul bu o'sha rasulni jami, payg'ambarlar, ular mukallaf, ularga yuklatilgan nima? Hop, ularga nozil qilingan shariatni yetkazish ularga yuklatilgan. Ular mukallaf, ularni zimmasida. Bi iblag'i. Hop,
ozgina jumla qilib anaqa tarjima qilyapman-da, o'sha ko'pchilik o'qityapman, ozgina qiynalishyapti. Shuning uchun hammaga ham oson bo'lsin deb kichkina jumla qilib tarjima qilyapman. Hop, demak, yana bu yerda oyat keltirdi. Oyatni o'qib o'tib ketaveramiz. Tarjimasiga inshaalloh qarab olasizlar. Hop, Hadid surasidan 25-oyatda laqad arsalna rusulana bil bayyinati va anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Wal kitabu ismu jinsin yuradu bihil kutub. Endi kitobni anaqa tafsir sharhlanyapti. U nima ekan kitob? Ismu jins. U bilan kitoblar iroda qilingan ismu jins degani. Kitob deganda o'sha kitoblar, ya'ni al-kitab deganda unga o'sha hamma kitoblar kirib ketaveradi, ismu jins. Hop, val anbiya'u humullazi uhiya ilayhim bi an yublighu shari'atin sabiqatin. Endi mana anbiyolarni aytyapti. Demak, bitta-bittani sharhlanyapti. Mana rusulni birinchi sharhlandi. U nima ekan? Ularga nozil qilingan shariatni esimizda qoladi. Mana shu shariatni yetkazish ularning vazifasi. Demak, payg'ambarlarda, rasullarda shariat bo'ladi. Ularga shariat tushgan, o'sha shariatni ular yetkazish kerak. Hop, keyin kitob. O'sha kitob deganda u payg'ambarlarda kitob bo'ladi, rasullarda. Hop, demak, undan keyingisi anbiyo keldi. Hop, anbiyolar ular kim? Humullazi uhiya ilayhim bi an yuballighu shariatan sabiqatan deyildi. U anbiyolar o'zlaridan oldingi shariatni yetkazuvchilar. Ularga o'sha o'zlaridan oldingi shariat vahiy qilingan, o'sha shariatni ular yetkazish ularning zimmasida, ya'ni ularga yuklatilgan. Payg'ambar bilan rasul bilan o'sha nabiyni farqi shunda. Rasulda demak shariat bo'ladi, o'ziga ularga xos shariat tushgan bo'ladi va ularda kitob bo'ladi. Endi nabiy deganda esa ularda o'zining shariati bo'lmaydi. Ularga vahiy qilinadi. Uhiya ilayhim, ularga vahiy qilingan bi an yuballighu deyildi, shariatan sabiqatan. Oldingi shariatni o'sha yetkazishlik bilan ularga o'sha vahiy qilingan. Ular anbiyolar. Kama qala Alloh azza va jalla inna anzalna at-tavrata fiha hudan wa nur yahkumu bihan nabiyyuna allazina aslamu lillazina hadu والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. الآية Moida surasidan 44-oyat ekan. Vaqat qomar rusul val anbiya bitablighi ma umiru bitablighihi ala tamami val kamal. Demak, dar haqiqat hop, rasul bo'lsin, payg'ambar, nabiylar bo'lsin, ular qoyim bo'ldilar. Nima bilan? Hop, ular o'sha tamoman va komil, to'liq o'zlariga o'sha yetkazishlik buyurilgan narsani yetkazishlikda ular qoyim bo'ldilar. Ya'ni ularga buyurildi, ularga o'sha bo'yniga, zimmasiga yuklatilgan shariatni yetkazishlik ularga buyurildi. Bular o'shani yetkazishlik bilan ular qoyim bo'ldilar. Hop, qanaqa bilan? Ala tamami val kamal deganda o'sha to'liq, tamoman to'liq va mukammallikka ko'ra mukammal va to'liq qilib ular yetkazishga ular mukallaf ular, ya'ni. Kama qala Alloh azza va jalla fahal ala ar-rusuli illa al-balagul mubin va qala wasiqa alladhina kafaru ila jahannama zumara حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم
خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. خب قال زخري اتكي من الله عز وجل الرسالة وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ وعلينا التسليم. Bu tafsir. Tafsirchi demek Alloh taolodan demek risolat va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga al-balag'u yetkazishlik va bizni zimmamizda taslim bo'lishlik. Va alayna taslim. أورد البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد باب قول الله عز وجل. Demek Buxoriy rahimahulloh o'zini o'sha sahihida kitobi tavhidida keltiribdi. Alloh taoloni gapini o'sha bobini keltiribdi. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min robbika va illam taf'al fama ballaghta risalatah. Wa rasulu minhum man qussa fil Qur'an wa minhum man lam yuqsas. Demek endi rasullar ya'ni payg'ambarlar ulardan Qur'onda qissasi kelgan payg'ambarlar bor va ularni o'sha yuqsos degani ismdan fe'l yasalgan deb bitta. Demak, biza buni o'sha qissasi kelmagan deb tarjima qilsak bo'laveradi. Demak, Qur'onda zikri kelgan yoki qissasi kelgan payg'ambarlar bor ekan va qissasi kelmagan payg'ambarlar ham bor ekan. Kama qolallohu azza va jal va rusulan qad qasasnahum alayka min qablu va rusulan lam naqsushum alayk va laqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayk والذي قصوا في القرآن 25 منهم 18 جاء ذكرهم في سورة الأنعام في قوله تعالى. Demek bu oyatlarda keldi, oyatlarning mazmunida kelyaptiki, payg'ambarlar borki, biz ularni sizga zikr qilgan payg'ambarlarimiz bor va sizga zikr qilmagan payg'ambarlarimiz bor. Darhaqiqat sizdan oldin o'sha kelgan payg'ambarlarni zikr qildik deb aytildi. Keyin zikri kelgan payg'ambarlar vallazi qusu fil Qur'an, ya'ni o'sha qissasi kelgan payg'ambarlar ular 25 ta 25 ta payg'ambar zikr kelgan ekan Qur'onda. Xo'p. Endi ularni 18 tasi quyidagi oyatda o'sha kelgan ekan. Xo'p, oyatni o'qiymiz. Bu yerda o'sha sanab tushganda 18 ta payg'ambarni ismlari zikri keladi An'om surasida. Demak, va tilkal hop va fi suratil An'am fi qawlihi ta'ala wa tilka hujjatuna ataynaha Ibrohima ala qawmihi narfa'u darajatin man nasha inna robbaka hakimun alim wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub kullan hadayna wa nuhan hadayna min qablu wa min zurriyyatihi Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadhalika najzil muhsinin wa Zakariya ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل ويسع ويونس ولوطا
va kullan faddalna alal alamin deb oyatlar tugadi. Demak, mana shu 3 ta oyatda 18 ta payg'ambarni zikri kelgan. Qolgan 7 tasi tepada aytildi, 25 ta payg'ambarni zikri kelgan Qur'onda deb. Qolgan 25 tasi endi Odam alayhissalom, Idris, Hud, Solih va Shuayb va Zulkafl va Muhammad sallallohu alayhi vasallam va ularni barchasiga Allohning barakati bo'lsin. Demak, payg'ambarlarga iymon bandi tugadi. Demak, u payg'ambarlar bilan, rasullar bilan bizni nabiyni nima qildik? Rasullarda o'sha kunlarning kitobi bor, payg'ambarlarning ularning kitobi bor va ularni o'zini shariati bor. Shariat ularni o'ziga nozil bo'lgan. Hop. Keyin anbiyolar dedik. Anbiyolarni ularni o'zini nimasi, ulardan oldingi shariatni ularga vahiy qilingan o'sha shariatni ular yetkazishlik ularga bo'yniga anaqa qilingan, mukallaf ular shunga. Farqi bularda shunaqa. Keyin o'sha anbiyolarda kitob emas, o'sha varaqlar tushadi. Sahifalar tushadi. Xo'p, demak davom ettiramiz endi oxirat kuniga iymon bobi. Val iymanu bil yawmil axira. Oxirat kuni. Demak, unga iymon keltirish nima bilan bo'lar ekan? U bunda ham o'sha tasdiqlash va iqror bo'lish. At-tasdiqu val iqroru bi kulli ma jaa fil kitabi va sunnati an kulli ma yakunu ba'da al-maut. Demak, u nima ekan? Oxirat kuniga iymon keltirish, u o'lgandan keyin bo'ladigan narsani barchasidan Qur'on va sunnatda kelgan narsani har biriga iqror bo'lish va uni tasdiqlash. Faqat ja'alallohu dura darayn. Darud dunya va darul axirah. Demak, Alloh taolo dura daroyni qaraymiz, qizlar kitobinglarni ochib olganmisizlar? Bu yerda dur, mana shu darni jam taksir bo'ldi. Darun deb aytamiz, o'sha diyor, ha? Uni jami bo'lib turibdi-da. Daroyn esa tasniya lafz. Xo'p, demak Alloh taolo ja'allani bu ikkita maf'ulun bihisi bo'ladi. Nima deymiz? Alloh taolo diyorlarni ikkita diyor qildi. Diyorlarni ikkita diyor qildi. Demak, dunyo, darud dunya va darul axirah. Oxirat hovlisi va mana shu dunyoning hovlisi. Wal haddul fasili bayna hatayni darayni al mavtu. Endi mana shu haddul ajratuvchi chiziq, had deymiz. Ajratuvchi had, chegara deymizmi, o'sha yo bir chiziq deymizmi, o'sha haddi demak, bu ikkita diyor, ya'ni ikkita hayot bu, ikkita hovli bu, o'sha ikkita diyorni ajratadigan haddi u o'limdir. Al-mavtu wan nafxu fi suri allazi yahsulu bihi mavtu man kana hayyan fi axirid dunya. Demak, atf qilamiz buni. Demak, o'lim ekan va hop, dunyo oxiratida hayot bo'lgan kishilarni o'limi hosil bo'ladigan surga yo bo'lmasam o'sha unaqa nafxu degani puflash, sur chalinishi, sur chalish. Hop, hammamiz bilamiz o'sha sur chalinadi. Bu o'sha oxir zamonda bo'ladigan narsa. Demak, dunyo oxiratida hayot bo'lganlar, kim hayot bo'lgan bo'lsa, o'sha qiyomat kuni, o'sha oxirat nimasini o'shalar ko'radi. Ular ham o'ladi, o'sha sur chalingandan keyin o'ladi. Hop, hozirgi zamondan o'sha kungacha
o'lganlar bo'ladi va o'sha kunini o'zida o'lganlar bo'ladi. O'sha kunini o'zida o'lgan mana shu sur chalinishligi bilan ular o'ladi. Demak, mana shunga iymon keltirish. Bunga ishonmagan banda musulmonlikdan chiqadi, millatdan chiqadi, kufrga ketadi demak. Va kullu man mata qomat qiyamatuhu. Endi barcha o'lganlarni qiyomati qoyim bo'ladi. Vantaqala min daril amali ila daril jaza. Va amal dunyosidan, hovlisidan jazo hovlisiga ko'chadi. Val hayatu ba'dal mavti hayatani. Hayatu barzaxiyatin va hiya ma baynal mavti val ba's. Demak, o'limdan keyin hayot aytilyapti. Demak, o'limdan keyin ikkita hayot bor ekan. Birinchisi barzax hayoti, qabrdagi, ya'ni va u o'sha vahiya ma baynal mavti val ba's. U o'sha o'lim bilan qayta tirishishni o'rtasida bo'ladi u. Val hayatu ba'dal maut. Va o'lgandan keyingi hayot. Val hayatul barzaxiyati la ya'lamu haqiqatuha illalloh. Demak, barzax hayotini Alloh taolodan boshqa kimsa bilmaydi. Uni haqiqatini, ya'ni la ya'lamu haqiqatuha, la ya'lamu haqiqataha, uni haqiqatini hech kim bilmaydi magaram Alloh. Bitta la ya'lamu haqiqataha deb nima qilamiz? Maf'ul bih qilamiz. Ya'lamuni foili Alloh lafzi jalola bo'ladi. Va hiya tabi'atun lil hayati ba'dal maut. U hop, o'lgandan keyingi hayotga tobedir, barzax hayoti. La'anna fi kulli minha la'anna fi kulliyaka la'anna fi kulli minha al-jazaa 'ala al-a'mal. Hop, chunki uni la'anna fi kulli minhuma, u ikkalasini ham, ikkalasini barchasida amalga ko'ra jazo bor ekan. O'limdan keyingi hayotda ham, keyin o'sha barzaxdagi hayot, qabrdagi hayot deb, bu barzax. Demak, bu ikkalasida ham amaliga ko'ra jazo bor. Qani ko'ramiz hozir. Va aqlu sa'adati mun'amuna fil qubur bina'imil jannat. Endi saodat ahli qabrlarida jannat ne'ma bilan ne'matlanadilar. Qabr azobi haqida gapirilyapti. Barzax hayoti bu o'sha qabr azobi. Odam tirik jon zot borki, qiyomat qoyim bo'ladi. Qiyomatda o'sha keyin hamma do'zaxlar, jannatlar ajrab o'shanda jazo oladi yoki o'shanda jannatga kirib nima qiladi emas, balki kim o'ldimi, o'sha o'lgan odamni o'sha o'lgan kunidan uni uchun qiyomat boshlandi. Ya'ni barzax hayoti qabrda, o'sha qabrda savol javob boshlanadi. Qabrda keyin u odam jannati odam bo'lsa, u mana aytilyaptiki, o'sha ahli saodat bo'lsa, ya'ni jannati odam bo'lsa, u o'sha jannat ne'matlari bilan ne'matlanadi ular. Xo'p. Va ahlu shaqovati, endi bu o'sha baxtsiz odamlar, ya'ni musibat, o'sha baxtsiz odamlar, ular muazzabuna fiha bi'azabin nar. Ular endi qabrlarida do'zax azobi bilan ular azoblanadilar. Nauzubillah. Xo'p. Demak, bu oxirat kuniga ishonish bo'ldi. Bu o'sha iymonning rukunlaridan
bittasi bo'ldi. Bunga iymon keltirishimiz vojib. Musulmonman degan odam bunga ishonishi kerak. Kim buni inkor qilsa, qabr azobini ham inkor qiluvchilar bor-da. Demak, kim qabr azobini inkor qilsa, kim mana shu yerda kelgan birorta shu nimani inkor qilsa, birorta hukmni, u millatdan chiqadi. Bu juda anaqa xavfli bu anaqalar. Hop, demak, keyingisi va yadkhulu fil imani bil yawmil akhir. Demak, oxirat kuniga ishonishga yana nima kiratgan? Nimalarni mana sanab o'tamiz. Oxirat kunida bo'ladigan voqealar o'sha banda mana shulardan o'sha o'tadi. Sanaymiz hozir ular. Al-imanu bil ba's, qayta tirilishga iymon keltirish. Val hashr, bu o'sha qiyomatda yig'iladigan joy mahsharda. Va shafoat, val havzi kavsar, bir qizlar bilan nima qilganimizda kelgan edi, shu nimalarni biza sharhlagan edik. Keyin hisob kitob, 5-si val mizan, tarozi, bu ham bor. Mizan u biza bilgan tarozi emas, bu o'sha savob va gunohlarni o'lchaydigan tarozi. Uni kayfiyatini Alloh taolo biladi. Va sirot, qil ko'prik deydimi o'zbeklar, o'shanaqangi sirot. Val janna wan nar, jannat va do'zax va bulardan boshqa kitob va sunnatda kelgan bulardan boshqalari. Ba'zilar jannatni ham inkor qiladi, ba'zilar do'zaxni ham inkor qiladi. Ba'zilar ixtilof qiladi, hozir yo'q, keyin yaratiladi deydi. Lekin jannat va do'zax yaratilgan ahli sunnaning e'tiqodida shunaqa. Bular aqida hammasi. Bu hozirgi hamma o'qib turganimiz ahli sunnaning aqidasi. Val imanu bil qadar. Endi keyingi rukun qadarga iymon keltirish. Qadarga iymon keltirmaydigan toifa ham bor, biz uni bildik. Ular qanaqa nima bo'ladi? Odamzod fe'lini o'zi yaratadi. Hech qanaqa ularni taqdiriga yozilgan narsa yo'q deb ular qadariya nimasi bidatchilari, bularni da'vosi shunaqa. Demak, qadarga iymon keltirish. Al-imanu bi anna Alloha qaddara kulla ma huwa ka'inun ila yawmil qiyamah. Va lahu maratibu arba'ati. Demak, u Alloh taolo qadar, u nima ekan? Qadarga iymon keltirishlik, Alloh taolo qiyomat kunigacha bo'ladigan narsani barchasini o'sha taqdir qilganligiga iymon keltirish va u 4ta martabada bo'ladi. Ilmullohi azalan bi kulli ma huwa ka'inun. Bo'ladigan narsani barchasi uchun Alloh taoloning ilmi azaliy. Hop, keyingisi va kitabatuhul maqodira qabla xalqis samawati val ardi bi 50,000 sana. Endi u taqdirlarni Alloh taolo yozishligi yer va osmonni hop yaratishdan 50 bi 50,000 sanati 50,000 yil oldin Alloh taolo taqdirlarni yozgan. Va mashiatuhu kullu muqaddarin. Endi o'sha taqdir qilinganlarni barchasi Alloh taoloni o'sha mashiati, xohishi, ya'ni. 4-si xalqullohi va ijaduhu li kulli ma qaddarahu tibqan lima alimahu va katabahu va sha'ahu. Endi Allohni yaratishligi va o'sha paydo qilishligi, o'sha barcha o'sha taqdir qilingan narsalarni u o'sha bizni tepada keldi-yu, 50,000 yil oldin yer va osmonni o'sha yer va osmonni yaratishidan 50 yil oldin o'sha taqdirlarni yozgan. Demak, o'sha 50,000 yil oldindan keyin bo'lgandan keyin yaratgan yerni ham, osmonni ham, o'sha bandalarni ham. Endi o'sha bandalarni, o'sha maxluqotlarni yaratilishligi, ya'ni va o'shalarni paydo qilishligi o'sha oldin yozgan
va o'zi xohlagan va o'zi o'shani ilmiga muvofiq holda Alloh taolo o'sha taqdirlarni yaratgan. Hop. ijaduhu likulli ma qaddarahu. Ya'ni o'sha taqdir qilgan narsani barchasi uchun, ya'ni o'sha barchasini paydo qilishligi va yaratishligi. O'sha yaratishligi, paydo qilishligi o'sha yozgan narsalariga, uni o'sha ilmiga, uni o'sha xohishiga muvofiq holda, tibqonni biza bilib oldik, o'sha muvofiq holda kelishligi. Hop. Bu ba'zilarga ozgina qiyin tuyulishi mumkin, lekin aqida o'qiganlar biz buni mana fiqhul akbar o'qiganda ko'p narsani bilganmiz. O'qiganlarga unaqa qiyin bo'lmaydi, lekin aqida o'qimaganlarga ozgina bu iboralar qiyin tuyulishi mumkin. Bu nimalar boshqacha tuyulishi mumkin, lekin bu bizani dinimiz, biza bilishimiz kerak bo'lgan narsa va bunga iymon keltirishimiz kerak bo'lgan narsa. O'shaning uchun buni o'rganishimiz kerak. Istilohlar qiyinroq, lekin biza buni o'rganishimiz kerak. Hatto u arabchada bo'lmasa ham, o'zbekchada ham mana shu gaplar bor. O'zbekcha o'sha manbalarda ham. Hop. Demak, 4 ta nimaga bo'linadi deb biza uni ko'rib chiqdik. فيجب الإيمان بهذه المراتب واعتقاد أن كل شيء شاءه الله لا بد من وجوده وأن كل شيء لم يشأه الله لا يمكن وجوده. Hop, demak, vojib bo'ladi bu barcha o'sha keltirilgan, o'sha tartibdagi keltirilgan narsaniga iymon keltirishligimiz nima ekan? Vojib. Va e'tiqod qilish kerak nimaga? Alloh taolo xohlagan narsani barchasi labudda, albatta u o'sha min vujudihi, ya'ni u mavjud bo'ladi. Alloh taolo xohlagan narsa barchasi bo'ladi. Hop. Va Alloh taolo xohlamagan narsani barchasi u bor bo'lishligi yoki mavjud bo'lishligi mumkin emas. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم. Endi bu Nabiy sallallohu alayhi vasallamning gaplarini ma'nosi. Mana shu tepadagi hozir o'tgan ibora hadisdan keltiryaptilar. Wa'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka va ma akhtaka lam yakun liyusibaka. Bilginki deb aytyaptilar. Albatta, nima senga yetsa, ya'ni nima sen bilan asobaka, ya'ni yetsa, lam yakun li yuxtiaka. Yuxtiaka degani sendan chetlab o'tmagan narsa bo'ladi. Ya'ni u seni taqdiringdagi bor narsa. Xato degani xato ketdi. Axto degani bitta hozir axto vazni turibdi, u o'sha xato ketdi. Masalan, o'q otsa, xato tegmaydi-ku, tegmasdan xato ketadi-ku. Mana shu lug'atdan, lekin bu yerda hozir chetlab lam yakun li yuxtiyaka degani seni o'sha chetlab o'tmaganidan. Asobaka u ya'ni senga yetgan narsa. Ya'ni sen bilan nima sen bilan o'sha senga yetgan narsa, u demakki u seni chetlab o'tmagan. U o'sha taqdiringdagi bor narsa. Va ma axtok aka, nimaiki seni chetlab o'tgan bo'lsa, lam yakun liyusibaka. U o'sha senga yetmaydigan narsa. Ya'ni u senga peshanangga yozilinmagan narsa. Demoqchilarki, peshanangda sen bilan o'sha biror narsa bo'ldimi, bu albatta seni qadaringga yozilgan narsa. Senga u narsa sen bilan hosil bo'lmadi, sendan chetlab o'tdimi, bilginki u seni o'sha qadaringdagi yo'q narsa, taqdir qilinmagan narsa. Mana shu bo'ladi buni o'zbekcha aytganda, o'sha oxirgi jumlamiz o'zbekchada. Xo'p, va sayati fil hadisi at-tasi'i 'ashara. Xo'p, demak, 19-hadisda, mana shu kitobimizda 19-hadisida mana shu
hadis to'liqligicha keladi o'sha taqdir haqidagi hadis. O'shanda ko'proq sharhini olamiz inshaalloh. Hop. 8-band. Qavluhu fa akhbirni anil ihson. Demak, hozir tepada gapimiz tugadi. Nimada gapimiz tugadi? Payg'ambarlarda gapimiz tugadi va oxir zamon, yavmil axir, o'sha oxir zamonga iymon keltirish haqida va taqdirga iymon keltirish haqida gapimiz tugadi. Hop, davomida ketyapti. Endi va qavluhu hadisni sharhlar lafzlari fa akhbirni anil ihson. Qol an ta'budalloha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Endi mana shu hadisning lafzi. Hop, menga ihson haqida xabar bering deb Jibril alayhissalom aytdi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "An ta'budalloha ka'annaka tarah." Allohga xuddi uni ko'rgandek ibodat qilishliging. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Agar uni ko'rmasang, Alloh taolo seni ko'rib turibdi. Demak, ihson u nima? Uni hozir sharhlayaptilar. U ihson nima? U ihsonni darajasi. Demak, al-ihson a'la darajat. U darajalarni eng oliysi ihson. Ihson. Bu ihson deganda biz xayr ihson deb tushunmaymiz. Bu boshqa ma'noda kelgan. Xo'p, demak, ihson u nima ekan? Darajalarning eng oliysi. Ya'ni bu o'sha xushu deb aytamiz, o'sha narsa bu. Va dunahu darajatul iymon. Endi uni pastida iymon darajasi. Demak, ihson iymondan ham yuqori ekan. U darajalar mo'minlarning darajasini eng oliysi. Xo'p. Undan keyin iymon ekan. Endi va duna zalika darajatil islom. Endi iymondan ham keyin islom darajasi ekan. Va kullu mu'minin muslimun. Hop, demak, har bir mo'min u muslimdir. Va kullu muhsinin mu'minun muslimun. Endi har bir muhsin u kim ekan? Ham mo'min ekan, ham muslim ekan. Mana bu yerda muhsin deganda ikkita sifat bor. Ham mo'min, ham muslim. Ha, noling o'sha mo'min deganda faqat muslim sifati keldi. Endi valaysa kullu muslim mu'minan muhsinan. Endi har bir muslim esa valaysa kullu muslim. Endi har bir muslim esa mo'min muhsin bo'lmaydi deb aytiladi. Bitta mana daraja mana keltirildi. Bitta o'sha eng mana kullu muhsin mu'min muslim deganimizda ham bilamiz. Bu o'sha darajalarning eng yuqorisi. Keyingida mo'min turar ekan. U mo'min muslim bo'lishi mumkin ekan. Endi muslim mo'min muhsin bo'lmasligi mumkin ekan. ولهذا جاء في سورة الحجرات surasida kelgan ekan. Qolatil a'robu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Hop, demak, oyatlar mazmuni tafsiri bilan tashab qo'yamiz. Mana shu oyatda mana shu har bir muhsin mo'min muslim, har bir mo'min muslim, lekin har bir muslim mo'min muhsin emasga nima qiladi? Bitta o'sha munofiqlar keladi-da, munofiqlar ular kim? Munofiqlarni anaqa qilyapti, muslim deb o'sha mo'min muhsin bo'lmagan muslim kim bo'ladi? Munofiqlar. Ular tilida biza musulmonmiz deydik, lekin ularning qalbida ular o'zini mo'minligini tasdiqlamaydi. O'shaning uchun mana shu ular munofiqlar mana shunga tushadi. Hop. Hop. Munofiqlar haqida juda ko'p gapirishimiz mumkin, lekin shu yerdagi gap bilan kifoyalanamiz. Vaqt kelsa, keyingi kitoblarda to'liq o'rganamiz hammasini.
9gacha o'qiymizda, keyin ozgina tanaffus qilib olamiz. Namoz o'qib olaman. Xo'p. وجاء في هذا الحديث بيان علو درجات الإحسان في قوله أن تعبد الله كأنك تراه. Demak, tepadagi hadisda Nabiy sallallohu alayhi vasallamning hadislarida ihsonni darajasini eng yuqorisini bayoni kelgan ekan. Xo'p. An ta'budalloha ka'annaka taroh. Alloh ibodat qilishliging xuddiki Allohni o'sha ko'rib turgandek ibodat qilishliging. Bu o'sha ihsonni darajasini eng yuqori nimasi, martabasi. Ya'ni ta'budahu ka'annaka waqi'un bayna yadayhi tarahu. Demak, ta'bud yana shuni ochiqlayaptilar. Alloh taolo xuddiki o'sha vaqifun turgandek, Alloh taoloning o'sha san Alloh taoloning yonida turgandek, uni o'sha ko'rib turgandek ibodat qilishliging. Bu o'sha mo'minlikning eng yuqori darajasi. Xushu, huzu deb aytamiz, mana shu narsa. Hop. Va man kana kazalika fa innahu ya'ti. Demak, kimki shunaqangi bo'lsa, fa innahu ya'ti bil ibadati ala tamami wal kamal. Demak, u ibodatga tamoman mukammallikka ko'ra ibodatga u keladi. Ya'ni ibodatini mukammal va tamoman u ibodatini bajaradi. Xo'p, bu juda bir rostdan ham hammamizga kerakli bo'lgan sifat. Xo'p, va in lam yakun ala hadhihi al-hal fa alayka an yastash'ara anna Alloha muttali'un alayhi la yakhfa minhu khafiyatun. Demak, agar in lam yakun ala hadhal hal, demak, mo'min agar bunday holda bo'lmasa, fa alayhi unga lozim bo'ladi, qilishligi Alloh taolo annalloha muttali'un degani xabardor bo'ladi. Xabardor bo'ladi Alloh taolo. Albatta Alloh taolo xabardor bo'ladi alayhi unda, ya'ni u nimadan, o'sha mo'mindan yoki o'sha muslimdan la yaxfa minhu xafiyatun. Undan birorta bir sir undan maxfiy qolmaydi. Agar bu holatda bo'lmasa, Alloh taolo undan xabardor bo'ladi va undan hech narsa yashirin emasligini his qilishligi kerak bo'ladi u. Gapimiz mana shunaqa chiqadi oxirida. Xo'p. Hadisda muxotobga nima bilan kelgan lafzlar, lekin bu yoqda sharhda g'oyibga anaqa bo'lyapti. Shu bilan ajratamiz. Ya'ti deb kelyapti, o'sha g'oyibga nima qilyapti. Demak, u o'sha banda holat qanaqa bo'lishi kerak? Alloh taoloni o'sha bu holatda kelmasa, u o'sha his qilgan bo'lishi kerak. Alloh taolodan hech narsa bir narsa maxfiy sir qolmaydi. Hamma narsadan Alloh taolo xabardor bo'ladi. Davomida aytilinyaptiki, fa yahzaru an yarahu haysu naha va ya'mala ala an yarahu haysu amara. Xo'p, demak, tepada aytilindi-ku, an yastash'aroga atf qilamiz. His qilishligi va yahzaro bu endi ehtiyot bo'lishligi, ogoh bo'lishligi ma'noda ehtiyot bo'lishligi ko'proq bitta shundan chiqadi. U o'sha Alloh taolo qaytargan narsada uni o'sha ko'rishligidan ehtiyot bo'lishligi va amal qilishligi ala bilan kelyapti. Nimaga ko'ra amal qilishligi? Buyurilgan narsada u bandani yarohu deganda hazamir o'sha bandaga ketyapti. Yaro Alloh taolo lafzi jalolaga ketyapti foili. Demak, Alloh buyurgan narsada
bandani ko'rmoqligiga ko'ra amal qilishligi. Sodda qilib aytganda, demak, undan oldingi o'sha xislatda bo'lmasa, xuddiki o'sha Allohni yonida xuddi uni ko'rib turgandek ibodat qilish ibodat qilishda bo'lmasa uni holi, ya'ni tamoman o'sha mukammal holatda bo'lmasa, u o'sha his qilishligi, bilishligi, ichidan bilib turishligi, man nima qilsam ham Alloh taolodan sir bo'lib qolmaydi. Alloh taolo hammasini biladi, muttaliun, xabardor bo'ladi. Ya'ni Alloh qaytargan narsa ogoh bo'lishligi deb aytilyapti. Bu yerda nima bilan tepadagi mastarga anaqa atib qo'yamiz. O'shaning uchun buni o'sha ehtiyot bo'lishligi deb nima qildik. Ya'ni ehtiyot bo'lishligi o'sha qaytarilgan narsada uni ko'rishligidan ehtiyot bo'lib, unga ko'ra o'sha buyurilgan narsada Alloh taolo uni ko'rsin deb o'shanga ko'ra amal qilishligi. Hop. Mana shu yerda ozgina tanaffus qilib olamiz. Inshaalloh bugun yana ozgina qoldi. Tugatib qo'yamiz. Keyingi hadisni keyingi darsda olamiz inshaalloh.